Qadrdon, meni dacha biznesi bilan shug'ullanadigan akalarim sezon boshlanyapti. Oqtoshdan 8 sotuvli mana shu dacha chiqyapti. Narxi ham zo'r. Sizlarni qiziqtira oladi. Video davomida men narxlar bilan aytib o'taman. Kelinglar, har doimgidek kiruvishdan boshlab sizlarga tushuntirib ko'rsatib beraman. Dachamizga kiruvirish katta naves qilingan ekanda, darvozani ko'ryapsizlar. Endi bu yoqda mana tapchanlar ham qo'yib qo'yilgan. Agar tapchanni olib tashlasak, menimcha bemalol 3 ta 4 tagacha mashina qo'ysak bo'ladi. Dachamizning eng zo'r joyi mana bu hovlisi bor. Katta hovl. Naryoqda bitta tualet qoldirilgan ekan. Daraxtlar ekilgan, archalar ekilgan, akkuratni qilib qo'yilgan ekan. Yangi dacha. Binoga kiraverish 3 ta eshik. Bu yoqdan to'g'ridan-to'g'ri oshxonaga kiramiz. Buni yonidan navbatdagi xonaga kiradigan bo'lsak, bu yoq tarafdan yana bitta eshik bor. Binoni ichkarisiga alohida to'xtalamiz. Oldin hovlini ko'rib olaylik. Marhamat, mana bu yerda katta naves ostida o'tiriladigan joyi, yozgi oshxonalarni ko'ramiz. Sharoitlarni lekin boplab qo'yishibdi. Bu yoqda bo'lsa, katta bahaybat biza basseynni ko'ramiz. Kengligi 6 metr, uzunligi 12 metr. 6 ga 12 katta basseyn. Yangi mana ustlari hammasi yopib qo'yilgan. Binoyimizning tegi taxminan 50-60% yerto'la. Yerto'lamizdan uyi ichidan tushib turib, mana bu yoqdan chiqsak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda yuvinishga dush qilingan. Mana buni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Endi binoni ichiga kiramiz. Binoni ichiga ham kirib oldik. Birinchi xonamizni ko'rasizlar. Divanli zonalar qilingan, televizorlar. Aynan mana shu xona orqali oshxonadan ham kirib chiqsak bo'ladi. Alohida eshigini ham boya ko'rsatdim. Endi mana shunaqa qilib koridorga qo'shilamiz. Bu yoqdan xonalar bo'lingan. Yerto'lamizdagi mana bu yoqdan tushiladi. 3-eshik hovlidan kirib chiqishimiz uchun va buni yonida navbatdagi xonani ko'rasizlar. Kattagina xona, pardalar qilingan ekan, gilamlargacha yangi qo'yib qo'yilibdi. Mana bu yoqda navbatdagi xona. Bu yoqda ko'rpachalar ham olib qo'yilgan ekan. Marhamat. Bu yoqda yangi divan, kravat, mebel jihozlari va umumiy binoning ichidagi yuvinish xonasi, hojatxonalari bo'lyapti. 175 ming so'ralyapti. Har doimgidek joy egalarini nomerini opisaniyada qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bu videoni mana shunaqa Oqtoshdan dacha qidirayotgan yaqinlarga tashab qo'ysanglar foydali bo'ladi. Salomat bo'linglar.